Mabodo 20 ming, 30 ming dollar plyus yetmay qoladi. Mana shu uyimizni olishga akam aytibdilar, o'zim 3-4 oyga bo'lib qilib berishga qilaman deyaptilar. Chunki mana shunday yonidagi uyda yashaydilar. Umuman qanaqadir sotib olganingizdan keyin muammo bo'lsa, qo'shningiz bo'ladi. Xullas, aka bugun 1.6 sotixga qurilgan binoni kvadrati 220 kvadrat, 3-4 xonali uyi puliga berilib olayotgan hovlini ko'rsataman. Yo'ligimizdan uzun kirib kelinadi. Eshik tagiga bemalol bitta mashina qo'yishsa bo'ladi va kirganimizda bu yerda chap qo'limizda yozgi oshxona uchun mo'ljallangan joyimiz, uyimizning tagida podval, bitta xonasi bor. Endi aka ichkariga o'tamiz. Planirovkani o'zingiz bitta ko'rib chiqasiz. Asosiy kiravurishimiz. Kirib keldik, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Albatta aka, har doimgidek. Bu bizning zal qismimizda joylashgan. Ham orqa hovliga oynalarimiz, ham oldi tarafga, darvozamiz tarafga oynalarimizni qaragan. Patologlar juda chiroyli chiqibdi. Bitta lustra yetmayapti. Yoki lustrani ilib qo'ysangiz, bitta kattasini juda boshqacha vid bo'ladi. Kirdik, chap qo'limizda bo'lsa, bizning oshxona qismimizda joylashgan. Oshxonamiz ham keng, bemalol ovqat tayyorlab, ovqatlanib o'tirsa bo'ladigan o'zini sharoitlari bor. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu ota-onalar uchun mo'ljallangan yotoqxonamiz. Orqa hovliga o'zini oynalari qaragan. Kravatimizning joyi va bu tarafda bo'lsa, o'zini ichida sanuzyuli dushvayasi bilan. Ikkinchi qavatga chiqish yo'lini polni oyna qilibdilar. Yo'lini o'zi ham yop-yorug' bo'lib turibdi. Xo'p, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Birinchi xonamiz, birinchi yotoqxonamiz joylashgan. Orqa hovli tarafga o'zini oynalari qaragan. Bu yerda bo'lsa, ikkinchi qavatimiz uchun mo'ljallangan общий sanuzyulimiz o'zini ichida vannasi bilan. Keyingi xonamizga o'tadigan bo'lsak, bu ikkinchi qavatimizdagi ikkinchi yotoqxonamiz bo'ldi. Keyin bu yerda bilmadim, xonani mana bunaqa smejnik qilibdilar. Akam nimagaligini tushunmadim. Bitta yotoqxona ko'rayotganingizdek, bu yerda. Bu yerda bo'lsa, bu yotoqxonamizning o'zini ichida sanuzyul, dushvayasi bilan joylashgan va shunday yonida bo'lsa, yana bitta xonaga o'tadi. Masalan, bittasini родительский qilib, yoniga bolalar uchun ham xona qilib qo'ysangiz bo'ladi. Yosh bolangiz bo'lsa, o'zi shunday ikkita xona yonma-yon qilingan. Ichida lekin o'zini sanuzyuli bilan birga. Yechim qanaqa chiqqan? O'zingiz uchun yozib qoldiring. Agar mabodo yo menga smejni kerak emas desangiz, mana shu tarafdan ham mana shu bitta eshik ochib yorsangiz bo'ladi. Joylashgan joyga keladigan bo'lsak, ipodromdan 3 kilometr kirganimizda Qahramonda joylashgan. 1.6 sotix, bino 220 kvadrat. Bitta xona podvali ham bor, eng shirin joyi. Narxiga keladigan bo'lsak, 119 ming startoviy. Ozgina o'tib beriladi.